Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, keksa ota-onasi bor farzandlar va bank kartasiga davlat to'lovlari tushadigan har bir oila uchun juda muhim. Gap shundaki, ayrim pullarni 3 avgustgacha ishlatmagan yoki rasmiylashtirib olmagan odamlarning mablag'i qaytarib yuborilishi, to'lov to'xtatilishi yoki keyin uni qayta tiklash uchun ovora bo'lib yurishiga to'g'ri kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda, chaqashtirmasdan, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qaysi holatda pul kuyishi mumkin, qaysi holatda esa xavf yo'q, barchasini batafsil tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'p odamlar aynan mayda tuyulgan bir xato sababli o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiya yoki nafaqasini pochta orqali naqd pul ko'rinishida olardi. Pochtachi belgilangan kuni uyma-uy yurib, odamning qo'liga pulni berardi. Imzo oldirardi, shu bilan masala yopilardi. Agar pensioner uyda bo'lmasa, keyinroq yana kelardi yoki odam pochtaga borib olardi. Ya'ni ko'p jarayonlar qog'ozda va inson omili orqali yurardi. Keyingi yillarda esa to'lov tizimi ancha o'zgardi. Pensiya va nafaqalar bank kartalariga tushadigan bo'ldi. Ayrim yordam pullari elektron shaklda ajratiladigan bo'ldi. Ba'zi mablag'lar esa maqsadli tarzda, ya'ni faqat belgilangan muddat ichida foydalanish sharti bilan beriladigan bo'ldi. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Odamlar kartamga tushgan pul har doim meniki, xohlagan paytim ishlataman deb o'ylaydi. Oddiy pensiya bo'yicha bu ko'pincha to'g'ri. Agar sizning qonuniy pensiyangiz bank kartangizga tushgan bo'lsa, odatda u sizning hisobingizda turadi. Lekin hamma to'lov ham oddiy pensiya emas. Masalan, bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiya sanatoriy yo'llanmasi uchun ajratilgan mablag', dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun maqsadli to'lov, ijtimoiy reyestr orqali ajratilgan yordam, bank yoki mahalla orqali berilgan alohida to'lovlar bo'lishi mumkin. Bunday pullarda muddat, foydalanish tartibi va tasdiqlash talabi bo'ladi. Ana shu pullar belgilangan sanagacha ishlatilmasa yoki olinmasa, avtomatik tarzda qaytarilishi mumkin. Shuning uchun 30 avgust sanasi eshitilganda darhol tekshirish kerak. Gap mening oddiy pensiyam haqidami yoki alohida maqsadli to'lov haqidami? Men ekspert sifatida eng avval shuni aytaman. Vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Kuyadi degan gap har doim ham pul butunlay yo'qoladi degani emas. Ba'zida u budjetga qaytadi, ba'zida qayta ariza bilan tiklanadi, ba'zida bankda bloklangan bo'ladi. Ba'zida esa hujjatdagi xatolik sababli to'lov ushlanib qoladi. Lekin bularning barchasi vaqt, asob va navbat degani. Shuning uchun 3 avgustgacha hammasini tekshirib olish kerak. Birinchi navbatda pensiya oladigan har bir odam o'z pulining turini ajratib olishi kerak. Oddiy yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa har oy belgilangan tartibda to'lanadi. Agar siz har oy muntazam 1 million 200 ming, 1 million 200 ming, 1 million 800 ming yoki 2 million 500 ming so'm pensiya olsangiz, bu odatda doimiy to'lov hisoblanadi. Bu pul kartangizga tushgandan keyin siz uni darhol yechib olishingiz shart emas. Bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, PIN kod esingizda bo'lsa, hisob bloklanmagan bo'lsa, mablag' hisobda turaveradi. Lekin ikkinchi turdagi pullar bor. Ular doimiy pensiya emas, balki alohida ajratilgan pul. Masalan, mahalla orqali sizga bir martalik yordam ajratildi deyishadi. Yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limidan falon dastur bo'yicha pul tushdi deb xabar keladi. Yoki bank kartangizga odatdagi pensiyangizdan tashqari kutilmagan 300 ming, 500 ming, 1 million so'm tushadi. Mana shunday holatlarda albatta surishtirish kerak. Bu pul nima uchun berildi? Uni ishlatish muddati bormi? Uni naqd qilib olish mumkinmi? Faqat karta orqali sarflash kerakmi? 10 avgustgacha talab bormi? Birinchi misol. 72 yoshli onaxon har oy 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. Avgust oyida uning kartasiga yana qo'shimcha 400 ming so'm tushdi. Onaxon bu ham pensiyamning bir qismi bo'lsa kerak deb o'ylab, kartaga tegmay yuraverdi. Keyin 30 avgustdan keyin bankomatga borsa, qo'shimcha pul ko'rinmaydi yoki sarflash imkoni bo'lmaydi. Sababi bu qo'shimcha pul maqsadli yordam bo'lgan bo'lishi mumkin. U belgilangan muddat ichida ishlatilishi kerak edi. Natijada onaxon pensionerlarning puli kuyibdi deb tushunadi. Aslida esa kuygan narsa har oylik pensiya emas.
alohida ajratilgan va muddati bor yordam bo'lgan. Ikkinchi misol, otaxonning pensiyasi kartaga tushadi, lekin u kartadan foydalanishni bilmaydi. Har oy o'g'li bankomatdan yechib beradi. O'g'li boshqa shaharga ketib qoladi. Otaxon 2 oy pulni yechmaydi. Bu holatda oddiy pensiya odatda hisobda turadi. Lekin muammo boshqa tomonda, agar karta muddati tugasa, karta bloklansa, shaxsiy ma'lumotlar yangilanmasa yoki bank mijozni identifikatsiya qilish talabini qo'ysa, otaxon pulini ishlata olmay qoladi. Bu ham odamlar orasida pul kuyibdi degan gapga sabab bo'ladi. Aslida pul yo'qolmagan. Lekin uni olish uchun bankka borish, pasport bilan tasdiqlash, yangi karta ochish kerak bo'ladi. Uchinchi misol, ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi, farzandi o'qishga kirgan, hujjatlar yangilanishi kerak. Belgilangan muddatgacha o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu holatda ham odam pulim kuyib ketdi deydi. Aslida esa hujjat yetishmagan. Hujjat topshirilgandan keyin ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin kechiksa, ortiqcha vaqt va asab ketadi. To'rtinchi misol, pensionerga dori-darmon uchun ma'lum miqdorda elektron mablag' ajratilgan bo'ladi. Bu pul bankomatdan naqd yechilmaydi, balki belgilangan dorixonalarda karta orqali ishlatiladi. Odam esa men naqd pul olaman deb kutadi. Muddat o'tib ketadi. Keyin mablag' ishlatilmay qoladi. Shuning uchun har bir tushgan pulning shartini bilish juda muhim. Kimlar albatta xavotir olib tekshirish kerak? Birinchidan, avgust oyida odatdagidan boshqacha miqdorda pul tushganlar. Ikkinchidan, sizga yordam ajratildi degan SMS yoki xabar olganlar. Uchinchidan, kartasini uzoq vaqt ishlatmagan pensionerlar. To'rtinchidan, kartasining muddati tugagan, PIN kodini unutgan, banka ko'pdan beri bormaganlar. Beshinchidan, nafaqa yoki yordamni mahalla, ijtimoiy himoya, hokimlik, xayriya jamg'armasi yoki alohida dastur orqali olganlar. Oltinchidan, hujjatlari, yashash manzili, pasporti, telefon raqami o'zgarganlar. Yettinchidan, chet elga ketgan yoki boshqa viloyatda vaqtincha yashab turgan pensionerlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz har oy bir xil tartibda pensiya olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, oxirgi kunlarda pul yechib yoki to'lov qilgan bo'lsangiz, hech qanday qo'shimcha yordam haqida xabar olmagan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ko'p muammolar aynan meniki hammasi joyida degan xotirjamlikdan boshlanadi. Eng katta nozik jihat shuki, odamlar pensiya, nafaqa, yordam, kompensatsiya, subsidiya degan so'zlarni bir xil tushunadi. Lekin huquqiy va moliyaviy jihatdan bular har xil to'lovlar. Pensiya mehnat staji, yosh yoki boshqa qonuniy asosga ko'ra hisoblanadi. Nafaqa ijtimoiy himoya to'lovi bo'lishi mumkin. Moddiy yordam esa bir martalik yoki maqsadli bo'ladi. Kompensatsiya ma'lum xarajatni qoplash uchun beriladi. Subsidiya esa ko'pincha aniq yo'nalishga sarflanishi kerak. Shu farqni bilmaslik puldan ayrilishga olib keladi. Ikkinchi tuzoq. SMS kelgan, lekin odam o'qimagan. Ko'p pensionerlarning telefon raqami farzandining nomida bo'ladi yoki eski raqam ishlatilmaydi. Bank, ijtimoiy himoya yoki to'lov tashkiloti xabar yuboradi, lekin pensioner bilmaydi. Masalan, mablag' o'timi avgustgacha foydalanish uchun ajratildi degan xabar kelgan bo'lishi mumkin. Telefon boshqa odamda bo'lsa, pensioner bundan bexabar qoladi. Shuning uchun karta bog'langan telefon raqamini tekshirish kerak. Uchinchi tuzoq. Bank kartasi muddati. Karta yuzida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 1824 yozilgan bo'lsa, karta 2024 yil avgust oxirigacha amal qiladi. Ayrim pensionerlar buni bilmaydi. Karta muddati tugaganda pul yo'qolmaydi, lekin ishlatib bo'lmaydi. Yangi karta olish kerak. Agar shu vaqtda maqsadli to'lov muddati ham tugayotgan bo'lsa, odam mablag'ni ishlatishga ulgurmay qolishi mumkin. To'rtinchi tuzoq, karta bloklangan bo'lishi. PIN kod 3 marta noto'g'ri kiritilsa, karta vaqtincha bloklanadi. Ba'zan bank shubhali operatsiya sababli to'lovni cheklaydi. Ba'zan qarzdorlik, sud ijrosi yoki boshqa sabab bilan hisobga cheklov tushishi mumkin. Pensioner pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida pul bor, faqat yechish imkoni cheklangan. Buni faqat bankdan aniqlash mumkin. 5-nozik jihat, ishonchnoma. Ko'p pensionerlar o'z pulini farzandi yoki qarindoshi orqali oldiradi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, notarial ishonchnoma yoki bank belgilagan tartib kerak bo'lishi mumkin. O'g'lim har doim olib yurardi degan gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat talab qilinadi. 6-nozik jihat, odam vafot etgandan keyingi to'lovlar.
Bu juda nozik mavzu, lekin aytishim shart. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyin tushgan ayrim to'lovlar qonuniy meros yoki qayta hisob-kitob tartibida ko'rib chiqiladi. Qarindoshlar kartadan pul yechishda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki noqonuniy yechilgan mablag' keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu masalada pensiya jamg'armasi bank va notarius bilan maslahatlashish kerak. 7-tuzoq qo'shnim aytdi degan gapga ishonish. Har bir odamning holati boshqacha. Bir odamning puli haqiqatdan ham maqsadli yordam bo'lib, 30 avgustgacha ishlatilishi kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqa odamning puli esa oddiy pensiya bo'lishi mumkin va u kuymaydi. Shuning uchun hammaga bir xil xulosa chiqarish noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l o'z kartangiz, o'z to'lovingiz, o'z hujjatingiz bo'yicha rasmiy joydan aniqlashtirish. 8-nozik jihat naqd yechish bilan karta orqali ishlatish farqi. Ayrim to'lovlar bankomatdan naqd yechilmaydi, faqat savdo nuqtalarida ishlatiladi. Masalan, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov yoki xizmatlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Odam bankomatga borib pul yo'q deb o'ylaydi. Aslida mablag' ma'lum yo'nalishda ishlatish uchun turadi. Bank ilovasida yoki bank xodimidan operatsiya turi so'ralishi kerak. Endi eng muhim qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Bu ishlarni 30 avgustni kutmasdan imkon qadar bugun yoki ertaga bajaring. Birinchi qadam, kartangiz balansini tekshiring. Bankomatdan, bank mobil ilovasidan, bank filialidan yoki ishonch telefoni orqali hisobingizda qancha pul borligini bilib oling. Agar o'zingiz ilovadan foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingizdan yordam so'rang. Lekin parolingizni har kimga bermang. Bank xodimlari ham hech qachon telefon orqali PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir PIN kod so'rasa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi tushumlarni ko'ring. Faqat umumiy balansni emas, aynan qaysi sanada qancha pul tushganini tekshiring. Masalan, har oy 1 million 700 ming tushadi. Lekin avgustda 2 million 200 ming tushgan bo'lsa, qo'shimcha 500 ming nimadan kelganini aniqlang. Bankdan hisobvaraq bo'yicha ko'chirma so'rasangiz, unda tushumlar ko'rinadi. Uchinchi qadam, bankdan so'rang. Bank filialiga borganda pasport yoki ID kartangizni olib boring. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta rasmiylashtirishni so'rang. Agar karta bloklangan bo'lsa, blokdan chiqarish tartibini biling. Agar telefon raqamingiz eskirgan bo'lsa, bankdagi raqamingizni yangilang. Agar mobil ilova ulanmagan bo'lsa, imkoningiz bo'lsa ulatib oling. Chunki bu orqali tushumlarni kuzatish osonlashadi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar tushgan pul pensiyami yoki alohida yordammi aniq bilmasangiz, yashash joyingizdagi mas'ul tashkilotga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi, telefon raqamingiz va agar SMS kelgan bo'lsa, o'sha xabarni olib boring. Mening kartamga falon sanada falon miqdorda pul tushgan. Bu pulning turi nima? Ishlatish muddati bormi? 30 avgustgacha talab bormi? deb aniq savol bering. 5-qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar sizga yordam mahalla orqali ajratilgan bo'lsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ro'yxat, ariza holati, muddat va sarflash tartibini aniqlang. Menga yordam ajratilganmi? Agar ajratilgan bo'lsa, qaysi dastur bo'yicha qachongacha foydalanishim kerak deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmasdan, kerak bo'lsa yozib oling. 6-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, bankdagi ism familiya yozilishi, telefon raqami, ishonchnoma muddati hammasi muhim. Ayniqsa familiya o'zgargan, pasport yangilangan yoki ko'chib o'tgan bo'lsangiz, ma'lumotlar bir joyda yangilanib, boshqa joyda eski qolgan bo'lishi mumkin. Bunday nomuvofiqlik to'lovini ushlab qolishi mumkin. 7-qadam, agar pulni ishlatish kerak bo'lsa, kechiktirmang. Agar sizga rasmiy ravishda mablag' 30 avgustgacha ishlatilishi kerak deyilgan bo'lsa, 29 avgustni kutmang. Chunki oxirgi kuni bankomatda pul bo'lmasligi, tizim ishlamay qolishi, karta bloklanishi, navbat ko'payishi yoki savdo nuqtasida terminal ishlamasligi mumkin. Eng xavfsiz yo'l muddat tugashidan kamida bir necha kun oldin masalani hal qilish. 8-qadam, agar pul allaqachon qaytib ketgan bo'lsa, qo'l siltamang. Darhol yozma murojaat qiling. Bank yoki tegishli ijtimoiy tashkilotga ariza yozing. Arizada ism familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, karta raqamingizning oxirgi 4 raqami, pul tushgan sana va miqdor. Muammo nimadan iborat ekanini yozing. Mablag'dan foydalanish imkoniyati bo'lmagan, sababini aniqlab berishingizni va qayta tiklash tartibini tushuntirishingizni so'rayman deb yozish mumkin.
Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang yoki elektron murojaat raqamini yozib oling. 9-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 3 avgust kabi sanalar atrofida firibgarlar ko'payadi. Pulingiz kuyadi. Kartangizni menga bering. Kodni ayting. Men saqlab olaman degan odamlarga ishonmang. Hech kimga pin kod, SMS kod, karta orqasidagi 3 xonali kodni bermang. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham bermang. Rasmiy bank xodimi bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filialiga o'zingiz boring yoki ishonchli yaqin qarindoshingiz bilan boring. 10-qadam keksa ota-onangizga amaliy yordam bering. Farzandlar, sizlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz hammasi joyida deyishi mumkin. Lekin ular SMSni o'qimagan, karta muddatini bilmagan, bankka borishdan uyalgan yoki navbatdan qo'rqqan bo'lishi mumkin. Ulardan xafa bo'lmang. Bosiqlik bilan tekshirib bering. Balansni ko'ring, kartani tekshiring, hujjatlarni tartibga soling, kerak bo'lsa birga bankka boring. Bu katta xizmat. Yana bir muhim maslahat. Har oy pul tushgandan keyin kichik daftar tuting. Sanani yozing. Qancha pensiya tushdi, qo'shimcha pul tushdimi, qayerdan tushdi, qancha yechildi. Bu oddiy usul ko'p muammolarning oldini oladi. Agar ertaga bank yoki tashkilotga borsangiz, taxminan tushgandi demaysiz. Aniq sana va miqdorni aytasiz. Aniq ma'lumot bilan murojaat qilgan odamning masalasi tezroq hal bo'ladi. Agar siz chekka qishloqda yashasangiz va bank uzoq bo'lsa, avval telefon orqali rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Lekin yana takrorlayman, telefon orqali maxfiy kodlarni aytmang. Faqat umumiy ma'lumot oling. Qaysi hujjat kerakligini so'rang. Qachon borish qulayligini biling. Shunda bekorga yo'l yurib qaytmaysiz. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, uyda yotgan bo'lsa yoki nogironligi bo'lsa, mahalla ijtimoiy xodim yoki bankdan masofaviy xizmat tartibini so'rash kerak. Ayrim holatlarda vakil orqali, ishonchnoma orqali yoki maxsus tartibda masala hal qilinadi. Eng yomon yo'l hech narsa qilmay kutish. Chunki muddatli to'lovlarda vaqt juda muhim. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, hamma pensiya puli 30-avgustda kuyib ketadi deb vahima qilish noto'g'ri. Lekin 30-avgustgacha ishlatilishi yoki rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan alohida yordam pullari, maqsadli to'lovlar, kompensatsiyalar va hujjat talab qiladigan mablag'lar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner o'z kartasini, tushumlarini, hujjatlarini va telefon raqamini tekshirishi shart. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l. Bugunoq balansni ko'ring. Qo'shimcha tushum bo'lsa, manbasini aniqlang. Bank kartangiz ishlayotganini tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki mahallaga murojaat qiling. 30-avgustni kutmang. Ertaroq harakat qilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham saqlab qoladi. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pul tushdimi? Bank nima dedi? Mahalla nima dedi? Qaysi hududdasiz? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga va qo'shnilaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir o'ziga tegishli pulini vaqtida olib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.